bosib mayda qadamlar, keldi yaxshi odamlar. Nastrena yo'q rais, Davudra bo'ldimi maylis. Oshqozonga solib qarmoq, yemaysizmi 5 barmoq? Boshlasang-chi. Gap yo'q. 5 barmoqingiz 2 xil, moldiki-yu otniki. Otnikini yeganmisiz, rahmat aka deganmisiz? Qorningiz to'ymay orqasidan yana bormi deganmisiz? Yaqinda qildik ta'mir, o'zim yayaman xamir. Bay. Nomeradin 5 barmoq, Luboyidan bir so'rang. Ishonmasangiz rais, xamir duyqaligini qarang. Yoshligingizda rais, eshitganmisiz ertak, bo'g'irsoq deb qo'ygan sizga o'xshagan tentak. Shamol shamolni tebratadi, shamol bulutni tebratadi. Qimiz kiyovni tebratadi, kiyov kelinni tebratadi. Nimaga? Chunki har kuni 5 barmoq yeb yotadi. Qimiz shunaqangi zo'r, agar bu qimizni bunaqaligini bilganda u ot o'zini sog'dirmasdan o'zini o'zi emib qo'ygan bo'lardi. Mayda shunaqangi qimizda. Elektroset ko'p tarmoq, nomeradin 5 barmoq. Tugab qolmasdan qo'rqoq. Telefon qilganda tezroq. Terma aytib og'zim toldi, rais qimizdan rasad soldi. Xavotir olmang qishloqdoshlar, maylis to'shda ertaga qoldi. Yashang rais bu, yashang. 5 barmoq nomeradin. Raislar bilan kelib yesa ham bo'laveradi. Mana raqamlarga telefon qilib buyurtma qilaverasiz.